Assalomu alaykum hammaga. Hozir hamma qo'shilib olsin, darsimizni boshlaymiz. Yaxshi. Unda sekin boshlayversak bo'ladi. Bugungi testimizning birinchi misoli. Xo'sh, tenglik berilgan, ko'rib turganlaringizda in the given equation berilgan tenglikda k is constant deyapti, k bitta konstanta sonlar ekan. The equation has exactly one solution. Tenglikda bitta yechim bor. Bitta yechimga ega tenglik. Keyin savol beryapti, which value qaysi qiymat cannot be deyapti. Bo'lishi mumkin bo'lmagan degani bu. Bo'lolmaydi degani. Bo'lolmaydi value of k. K'ning qiymati bo'lolmaydi deb so'rayapti. K'ning qiymati bo'lolmaydigan holatini topishimiz kerak. Buni ham algebra usul desak ham bo'ladi, desmos desak bo'ladi. Has exactly one solution. Bitta yechimga ega bo'ladigan holatini qidirib ko'ramiz. Buning uchun back solving qilib, back solving bilamiz a? Back solvingda javoblardan tekshirib ko'rish. Kanuniga qiymatlarni javoblar bilan berib ko'ramiz. Qaysida qani ko'raylik, bitta yechimga ega bo'lib qolar ekan. O'shani tekshirib ko'rsak ham bo'ladi. Hozir desmos shunday ochib olay. Desmos Desmos ekranimiz ko'rinyaptimi? Bitta yozib olaylikchi desmos. Recording aniqmi deb so'rashdi. Recording bo'lyapti-da. Desmos ko'rinyaptimi? Desmos ko'rinmami? Ko'rinayotgan bo'lishi kerak. Yaxshi. Desmos ko'rinayotgan bo'lsa yaxshi. Buni bu tarafga qo'yib olaman. Testimizni bu tarafga. Tenglamani yozamiz. 12x plus 8 teng k ko'paygan qavshida 6x plus 8 plus 6x. Bizni qo'yishimiz kerak bo'lgan son kanunni son qo'yib ko'ramiz. Birinchi a javobdagi -1 qo'yib ko'ramiz. Cannot be value of x. -1 qo'ysak bitta yechimga ega bo'lyapti. Mana chunki grafikimiz x o'qini bir marta kesib o'tdi. Demak bitta yechimga ega bo'lyapti. A javob bo'ladi. Biz bo'lolmaydiganini qidirishimiz kerak-ku bu yerda. Cannot be deb bergan-ku. A javob shart tanlaymiz. Bo'lolmaydigan qidirish kerak. 0 qo'yib ko'ramiz. 0 qo'ysak necha chiqar ekan? 0 qo'ysak ham bitta yechimga ega. 1 qo'yib ko'ramiz. Mana 1 qo'ysak, mana grafik paydo bo'lmay qoldi. Desmosda grafik paydo bo'lmay qoldi. Bu degani yo yechimga ega emas, yo x kub yechimga ega. Yechimga ega emas hisoblanadi bu holatda. Demak, B ham bo'lmadi. C javob to'g'ri ekan. Yechimga ega bo'lmadi. Yechimga ega bo'lmay qoladigan holat. 2 qo'yib ko'rsakchi, 2 qo'ysak ham bitta yechimga ega bo'lib qolyapti bu. Demak, o'sha holatni topishimiz so'ralgan C. Yaxshi. C javob ekan. Shunday qilib aniqlab qo'ydik. Agar algebra usulda yechganimizda birinchi o'rinda k'ni ichkariga ko'paytirib, soddalashtirib olardingiz, mana bu qavsda, keyin x larni bir tarafga o'tkazib, ikki tarafda ko'rinishini bir xil qilib olardingiz. Algebra usulda bitta yechimga mana shunday ko'rinishdagi tenglamalarni yechimga bitta yechimga ega bo'lish sharti, hozir men buni yozib beraman. X plus b, cx plus d bo'layotgan bo'lsa, bu yerda a c ga teng bo'lmasligi kerak. A c ga teng bo'lmasligi kerak. Asaga teng bo'lmasa, bular bitta yechimga ega bo'ladi. Mana shu shart bajarilsa, algebra usul shunaqa bo'ladi. 1 qo'ysa cheksiz ko'p bo'lar ekan. Bu yerda biz shunchaki bu masalani bitta yechimga egaligi aniq-ku, tenglamamiz. Bitta yechimga egaligi aniq-ku, shu bitta yechimni bera olmaydigan qiymatni topishimiz kerak. Uzundagilar mikrofonlarni o'chirib qo'yamiz. Mikrofon kameralarini o'chirib bir-birimizga xalaqit bermasdan o'tiramiz. Yaxshi, unda keyingi misol. Persentga doir misol kelyapti. What is 20% of 280? Bu misolda o'zlaringiz yechib ko'rsalaringiz ham bo'ladi. 20% of 280 degan 280 ning 20% ni toping degani.
Shunday kanalga yuborib qo'yaman, yechimlarni yuborib qo'yamiz. Xohlagan odamlar algebrik usulda topingizlar, xohlasalaringiz Desmosni ham hisoblab qo'ysa bo'ladi. Desmos o'zi ham persent hisoblash uchun moslangan funksiyalari bor. Xohlasangiz buni o'nli kasrga aylantirib ko'paytirish qilsangiz qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Desmosda foizlarni hisoblash uchun eng oson uslub bu foiz o'zidan foydalanish. 20% belgisini qo'yasiz, o'zi Desmos yozadi, keyin 480 ni yozasiz. 480 ni 20% ni topishimiz kerak, 96. 96 da tengligini chiqarib beradi. Bu javob A javobda berilgan. A javob to'g'ri javob ekan. Shunday qilib aniqlab qo'yamiz. Ayrimlar bilmaydigan bo'lsa, mana foiz belgisini qo'yishni bilmaydigan bo'lsa, xohlasangiz 20% 480 ga teng bo'lgan son topsa ham bo'ladi. Masalan, 20% 0.2 bo'ladi. O'nli kasrda ko'paygan x deb olasiz, uni 480 ga tenglaysiz. Qandaydir son chiqadi hozir. Bu qanday emas, 96 chiqadi. X imiz 96 ning ustidan kesib o'tgan bo'lish kerak. Evet, 480'nin 20% ya. Gençler. 480'nin 20%'i. 480'ni 0.2'ye ko'paytiramiz. Mablag' 96 chiqyapti. Xuddi shunday xohlagan usulingizni hisoblasangiz bo'ladi. Persent haqida hamma ma'lumotga ega. Desmosda foiz belgisi qanday qo'yiladi? Men qo'ya olmadim. Foiz belgisi bosilmadi. Mana bu Desmos klaviaturasini ochasiz. Desmos klaviaturasini qo'yishni o'rgataman, qarang. Desmos klaviaturasini ochasiz. Chap taraf pastki burchakda ABC deb yozilgan knopka bor, ABC deb yozilgan. O'shani bitta bossangiz, harfli klaviaturaga o'tadi Desmos klaviaturasi. Keyin uni katta harflarga o'tkazasiz va pastda undov belgisining tepasida foiz belgisi turibdi. O'shani qo'yib bossangiz, foiz belgisini qo'yadi. Shunday qilib qo'yiladi foiz belgisi. Yoki shunchaki kompyuterda bo'layotgan bo'lsangiz, shift bilan 5 ta bossangiz, foiz belgisi qo'yiladi. Shift bilan 5 raqam bosilsa, persent deb yozsa chiqadi, o'zi chiqadi deb yozibdi. Persent ham chiqish kerak, persent ham chiqadi. Shuna qilib hisoblab ketaveramiz. Hamma ma'lumotga ega bu haqida. Uchinchisi ham tenglama kelyapti. Linear equation chizildi tenglik. Xo'sh, tenglama berilgan. Bu 17 ko'paygan x taqsim 2 ga teng. Shu yerda x taqsim 2 ning qiymatini toping degan aytganman. Buni turdagi misollarga ehtiyot bo'lish kerak edi. Har doim ham x o'zini so'ravermaydi. X ga qanday qo'shimcha bog'liq qilib so'raydi. X taqsim 2 ning qiymatini topish kerak ekan. Buni algebrik usulda yechib qo'ysak ham juda mos turgan ekan. Bu 17 ko'paygan x taqsim 2 barobarning o'ng tarafida turibdi. Bu tarafda x taqsim 2 plus 17. Bu yerda 17 x taqsim 2 bor. Shundan bittasini bunday bu tarafga ayirib qo'yib o'tkazib ayiramiz. 17 barobar 17 x taqsim 2 minus x taqsim 2 qoladi. 17 x taqsim 17 teng 16 x taqsim 2 chiqadi. Bizdan ham x taqsim 2 ni topish so'ralgan. X da emas. X taqsim 2 ni topadigan bo'lsak, 17 taqsim 16. 17 taqsim 16. Xohlasangiz, agar bu usulga, algebrik usulga uncha tushunmaydigan bo'lsangiz, Desmosga yozib, Desmosga eshittirib olsangiz ham bo'ladi. X taqsim 2 plus 17 barobar 17 ko'paygan x taqsim 2. X ning qiymati chiqdi 2125. X taqsim 2 ni 2.125 ekan. 2.125 ni bo'lamiz 2 ga. 1.0625 chiqdi. Bu ham 17 taqsim 16 ga teng. Xuddi shunday 17 taqsim 16 ga teng. Biz bu yoqaligini bunaqa rasmdan son yozgandan ko'ra kasrli son yozganimiz yaxshi. 17 taqsim 16. Fraction yozganimiz yaxshi. Shuna qilib hisoblab qo'ydik. Unda keyingi misol. 4-chi misolga e'tibor qaratamiz. Masala kelyapti. Circle in the xy plane. Grafikda bitta aylana bor deyapti. Circle degani aylana has its center at -1 nuqtada. Centri, ya'ni uning markazi -1 nuqtada ekan. Markaz -1 nuqtada ekan. Yaxshi. Xo'sh, and the point -8 lies on the circle deyapti. Lies degani yotadi degani, yotadi. -8 nuqta o'sha aylanada yotar ekan. O'sha aytadiki, which equation represents this circle? Berilgan tengliklardan qaysi biri
Mana shu aylanani tenglamasi bo'la oladi deyilgan. Bu yerda aylana tenglamasi haqida masala kelyapti. Aylana tenglamasini bilamiz-da, bitta qisqacha yozib ketaman formulasini. X minus a ning kvadrati teng plus y minus b ning kvadrati teng r ning kvadratiga. Hozir bizning holatda markaz minus 4 bir nuqtada bo'lsa, bizning aylana tenglamamiz boshlanishi qanday bo'lishi kerak? Hadis noma'lum bo'lsa aniqlasak bo'ladi. X plus 4 ning kvadrati plus y minus 1 ning kvadrati. Teng nimadir bular? Hadis haqida ma'lumot yo'q. Hadis yozolmaymiz. Shunchaki unda bizga yotadigan nuqta berilgan. Shunaqa tenglamalarni ajratib javoblar ichidan. Xo'sh, x plus 4 bilan bo'lgan. Xo'sh, x minus 4 bilan bo'lganlar chiqib ketadi, chunki bular aniq xato. X plus 4 plus y minus 1, x plus 4 plus y minus 1. Bu B va D javoblarda bor ekan. Yaxshi, o'sha aylana tenglamalarni yozamiz. Desmiz sochib olamiz va mana shu B va D javobni yozib ko'ramiz. X plus 4 ning kvadrati plus y minus 1 ning kvadrati teng 5 ga. Aylana paydo bo'ldi. Aylana paydo bo'lganda bizga aytgandi minus 8 va 4 nuqta o'sha yerda o'tadi. O'shani tekshirib ko'ramiz. Minus 8 va 4 nuqtani minus 8 x dan minus 8 o'zi x dan minus 8 ga bormagan ekan ham bu aylana. Demak, bejavob bajarmaydi. Bejavob chiqib ketadi. Endi D javob tekshirib ko'ramiz. Endi D javob albatta to'g'ri bo'ladi. Buni tekshirib ko'raylik, shunga qaramasdan. Kattaroq aylana chiqdi. Minus 8 degan nuqtasi bor. Bu tarafdan y dan 4 ga teng bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringiz aylana ustiga aylana sichqonchani borib qo'ysak, minus 8 va 4 nuqtasi shu yerda mavjud. Aylanada o'tyapti. Shuning uchun ham D javobni to'g'ri variant qilib olamiz. Bu yerda shunchaki aylana tenglamasini aniqlab olyapmiz, keyin qolganiga back solving, ya'ni javoblardan foydalanib topib qo'yapmiz. Anchagina oson. Nuqtani top, anaqa deb yozgan narsa aytmas. Tenglamani yozgandan so'ng nimani bosdingiz? 3 da. Qanaqa tenglama yozgandan keyin nimani so'rayapsiz aynan? Nima qilishdi? Tenglamani yozgandan so'ng nimani bossangiz deb savol berishibdi. Desmizda bilaman, bo'luv belgisini so'rayapsizmi? Qandaydir x ni birdan bo'luv qilib o'tib ketishdimi? Agar bo'luv belgisini so'rayotgan bo'lsalar, desmizda drop o'zi mana bu bo'luv belgisi bor. O'shani bitta bossalar kasrga tushiradi, lubay sonni. Aqroq sonni kasrga tushiradi. Yoki klaviaturadan mana bu drop slash bor-ku, o'shani qo'ysang kasrga tushiradi. Yaxshi, unda masalalar ko'rishda davom etamiz. Javobni alohida qanday joyga o'tkazganini so'rayaptim. Bitta nuqta topiladi-ku. Hozir ham o'shani yozishimiz kerak-da. X taqsim 2 plus 17 barobar 17 taqsim 17 ko'paygan x taqsim 2. Shuni nuqtani ustiga olib borasiz. Nuqtani aniqlaydi. 2,125 0 nuqta. Yonidagi knopka bor. Mana bunaqa narsa. Shuni bossangiz, mana bu navbarga bu import qiladi, ya'ni mana shu raqamni yuboradi. Expression list bor bu yerda. O'sha yerga bitta bosasiz, mana bu yerga chiqaradi. Keyin xohlasangiz buni bunday pastda label deb yozib qo'yib, o'sha knopkani bosib qo'ysangiz, belgilab yozib qo'yadi. O'sha nuqta shu yerda hali ham bordir. Xohlasangiz shart emas. Shunday qilib chiqarib olsa bo'ladi. Ishlashga ozgina oson. O'zingiz ko'rsangiz bo'ldi. Yaxshi, unda keyingisi 5-masala. Endi x y bilan grafikda circle M is the graph of the equation. Bitta grafikda circle M aylana bor ekan, graph of the equation aylana tenglamas berilgan, M aylanani aylana tenglamas berilgan. Xo'p, bitta circle P, yana bitta P aylana bor ekan, has the same center as the circle M. Circle M aylana bilan same center deyapti, ya'ni markazlari bitta markaz, o'xshash. Markazlari bitta nuqtada. And but the radius that's twice the radius of circle M. Ammo lekin radiusi 2 martaga M nikidan katta deyapti. Radius 2 martaga katta deyapti.
Xo'sh, bizlarga topshiriq berilgan which equation represents circle P. P aylanani tenglamasini topish kerak. Endi bunaqa masalaga uchun yaxshilab e'tibor qilib turingizlar, o'rgan olisalaringiz ham bo'ladi. Mana bu tenglama berildi. Mana bitta aylanani tenglamasi berildi. Minus aylanani tenglamasi berildi. Keyin masalada aytayaptimi, har doim sizda ikkinchi yana bitta aylanani tenglamasi bor, uni markazi bir xil, radiusi 2 martaga katta deb aytayaptimi? Ko'pincha holatda shunday chiqqan masala tushadi. Hech qayerni o'zgartirishmaydi. Xuddi o'ziday qilib shartini berishadi. Faqat qiymatlar o'zgaradi. O'shanday holatda aylana tenglamasi xuddi o'zi ko'chiriladi. Ikkinchi aylana tenglamasini aniqlash uchun xuddi o'zi ko'chiriladi. Faqat tenglamadagi radius 4 ga ko'paytirib yoziladi. Biz 4 ni ko'paytiramiz 4 ga 16. Mana shu aylana tenglamasi men bu m niki bo'layotgan bo'lsa, bunisi p niki bo'ladi. Aniq o'shanaqa, xuddi o'shanaqa chiqadi. Bu javob hozir bizda B javobda berilgan. Shunday qilib aniqlab qo'ydik. Bu eng oson uslubdagi aniqlash, hech qanaqa bir hisob-kitob, nimalari, boshqa qo'shimcha amallar shart emas. Shart emas. Shunaqa qilib aniqlanadi. Bunaqa turdagi masalalar ham bor. O'zi xuddi shunday ko'rinishda tushadi. Boshqa joy o'zgarmaydi. Yaxshi, unda keyingisi. Shunchaki radius 4 ga ko'paytirib yozib qo'ysak yetarli. O'sha mana shu narsa qoniqib o'rganmaysizlar. Xo'p, tenglama berilyapti, modulli tenglama. What is the sum of solutions to the given equation? Berilgan tenglikka sum of the solutions degani yechimlar yig'indisi. Yechimlar yig'indisini toping deb so'rayapti. Yechimlar yig'indisi. Xo'sh, qanaqa topamiz? Dastimiz ochib olamiz. Dastimiz modulli tenglamaga aniq yechim berishga harakat qiladi. Menga aniq yechim chiqsa kerak, butun sonlar-ku. Modul yozish uchun xohlasangiz ABS deb yozsangiz ham modul bo'lib ketaveradi. Ismini store. Absolute value dan kelib chiqqanda o'sha modulni bildiradi. Teng 28 ga. Xohlasangiz mana bu yerdan dastimiz klaviaturasida mana modul belgisi ham bor. O'shani qo'ysangiz ham bo'laveradi. Endi klaviaturada qo'yishga erinsangiz yo tezroq aytmoqchi bo'lsangiz ABS deb yozib bersangiz to'g'ri ishlaydi. Xo'sh, yaxshi, bizda ikkita yechim chiqdi. O'shalarni qiymatini aniqlab olishimiz kerak. Yaqinroq borib aniqlab olamiz, chunki dastimiz ko'rsatmaydi. Bittasi -3 da ekan, -3 da yotibdi ekan. Xo'sh, ikkinchisi 11 da yotibdi ekan. Ikkita yechimimiz bor ekan, -3 va 11. O'shalarning yig'indisini so'ragan. -3 ga 11 ni qo'shamiz, 8 chiqadi. Javob C javobda berilgan. Yaxshi, shunaqa qilib yechib qo'ydik. Keyingisi. What is the solution to the equation deyapti. What is the solution? Yana yechimni so'rayapti. 5 ildiz x minus 4 teng ildiz 7 ga. X qiymatini topishimiz kerak. Buni turdagi tenglamani ham ichida dastmizdan foydalansak bo'ladi. Dastmiz bizga ancha qo'l keladi. Xohlasangiz algebrik usulda ichsangiz, algebrik usulda ichsangiz ham bo'ladi. 5 ko'paygan. Ildiz yozishni o'rgataman. Qarang, e'tibor bilan qarab turingizlar. Kvadrat ildiz yozguncha SQRT deb yozasizlar. Square root degani u, ya'ni kvadrat ildiz paydo bo'ladi o'zi. SQRT deb yozasizlar, kvadrat ildiz paydo bo'ladi. X minus 14 teng ildiz osti 7 ga. Xo'sh, bizda yechim mana bu yerdan o'tyapti. Bitta chiqadi faqat. Chunki ildiz osti manfiy bo'la olishi mumkin emas. Bunday qarab turadigan bo'lsa, bu irratsional son bo'lib ketar ekan. 14 va 14,5 oralig'idagi irratsional son. Xo'sh, qisqacha qiymatini bildik. Endi qolganiga javoblarni tekshirib o'rsak ham bo'ladi. 357 taqsim 25 javob tekshirib ko'ramiz. 14,28 chiqar ekan. Yaxshi, yaqin kelyapti. Yana qolganlarni tekshirib ko'ramiz. 399 taqsim 25. Bu 15,96 chiqar ekan qiymati. Bir javob bo'la olmaydi aniq. Bizda 14 yana ma'noda bo'lishi kerak. 21 taqsim 5. Bu 4,2 aniq bo'la olmaydi. Keyingisi 77 taqsim 5. 77 taqsim 5 tekshirib ko'ramiz. 15,4 bu ham bo'la olmaydi. Demak, A javob eng yaqin to'g'ri kelgani A javob va aniq shu bo'ladi. Chunki bitta javob to'g'ri bo'ladi. Ildizni qanday chiqardingiz?
SQRT deb yozib qo'yasiz. SQRT. Square root degani ingliz tilida. Keyingi 8-misol. The measure of an angle. Measure degani o'lchami degani. Angle burchak. Burchak bilamiz-a? Mana shunday burchak. Burchaklar bilamiz. Angle f. F burchakning o'lchami in radians. Pi taqsim 12 ga teng ekan. Pi taqsim 12 in radianlarda pi taqsim 12 ga teng. Agar aytayapti if the measure of an angle is 3 in degrees, agar o'sha aylanan burchakning o'lchami degreelarda, degree degani gradus degani. U radianda beryapti o'zi. Gradusda 3n ga teng bo'ladigan bo'lsa, deyapti, where n is a constant, what's the value of n? N ning qiymatini toping deyapti. Pi taqsim 12 ni tenglashimiz kerak 3n da. Faqat gradusda hisoblaymiz ikkalasini ham. Xo'sh, geometriyani biladiganlar bo'lsa, radianda pi imiz gradusda 180 gradusga teng. 180 gradus qiymatga teng. 180 ni o'rniga qo'yamiz. Pi ni o'rniga taqsim 12 teng bo'ladi 3n ga. 180 ni 12 ga bo'lsak, 15 chiqadi. Bu teng bo'ladi 3n ga. N ning qiymati 5 chiqadi. N ning qiymati 5 ekan. Shunchaki oddiy tenglama biz bitta mulohazani bilib, shunchaki hisoblab qo'yapmiz. Tushunarli bo'lyaptimi ustozlar, o'quvchilar? Savollar yo'qmi shu joygacha bo'lgan joyda? Telegramda muammolar yo'qmi ekan? Yaxshi, unda sekin davom etaveramiz. 9-misol. Gx funksiya berilgan, ko'rsatkichli funksiya darajada noma'lum bor. Xo'sh, aytayapti endi. If the given function g berilgan g funksiya graphdan xy plane grafikda chizib ko'rilsa, where y barobar gx yozib, farqi yo'q, o'sha funksiya o'zi tuzilaveradi. Yana bitta noma'lum qilyapti. Y barobar gx deb funksiya deb qaralsa shu narsa deyapti. O'sha funksiya o'zi degani bu. Hech narsani o'zgartirmaydi bu y barobar qo'shilgan. Xo'sh, what's the y-intercept of the graph? Biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joy shu narsa. Y-intercept degani y ni kesgan joyi, y o'qini kesgan joyini aniqlashimiz kerak. Y o'qini kesgan joyini aniqlashimiz kerak. Buning uchun shunchaki grafik chizdiramiz dastimizga. Ancha oson uslub qilib. Grafik chizdiramiz. J qavsida x 1/3 ko'paygan 8 darajasida x. Va y-intercept degani y o'qini kesgan joyini topamiz. Bu mana bu nuqtada ekan 0.3. 0.3. Bu javob B javobda berilgan. 0.3 chunki 1/3 berib qo'yibdi bunda. 1/3 da hisoblab ko'rsangiz o'sha 0.3 degani. Shuning uchun B javob to'g'ri hisoblanadi. Yaxshi, zo'r. 8 ni boshqatdan tushuntirib yuboring. Dars oxirida bitta eslatasiz, agar ko'rish kerak bo'lsa ko'ramiz. 10. 8 nima edi? 8-misol. E'tibor bilan qarab turamiz. Bizda aytganimiz measure of an angle f, bitta f burchakning radianlardagi o'lchami pi taqsim 12 ga teng. Radianni bilamiz, radianda pi degan narsa bilan o'lchanadi. Radianlarda burchaklar o'lchovlari. Biza anoda bo'lsa oddiy geometriyada gradusda o'lchaymiz. 30 gradusli burchak, 45 gradusli burchak deb. O'sha pi'imiz gradusga o'tkazadigan bo'lsak 180 gradusga teng bo'ladi. Aytayapti bu agar o'sha gradusga o'tkazadigan bo'lsa o'sha burchakning qiymatini 3n bo'ladi deyapti. 3n bo'ladi. Qandaydir bitta 3n ga tenglab qo'yyapti. Pi taqsim 12 ni gradusdagi qiymatini. Gradusdagi qiymati o'sha holatda endi toping deyapti. Xo'sh, 3n ni tenglaymiz biz ham. Pi taqsim 12 ni gradusga o'tkazish uchun pi'imiz 180 ga tengligini bilyapmiz. 180 ni qo'yyapman o'rniga. 180 ni 12 ga 180 taqsim 12 bo'ladi. 3n barobar 180 ni 12 ga bo'ladi. Buni hisoblash uchun 15 chiqadi. Endi topadigan bo'lsam 15 taqsim 3 5 chiqadi. Shunday qilib aniqlab qo'yayapman. 8-misolda. Yaxshi. 10-misolda. A chef made cricket cups of sauce. Bitta chef degani oshpaz degani, bosh oshpaz. Made degan tayyorladi. Cricket cups of sauce. Cricket bakal, cricket idish sous tayyorladi. Xo'sh, keyin aytayapti, the chef then filled x small jars. Small jars degani kichik idishlar, banka deyishadi-ku, banka deyishadi. O'sha jar banka. Kichik idishlar. X da kichik idish.
va y larger. Large degani katta degani, katta kattakon. Katta idishlarni tayyorlash, katta idishlarni to'ldirib chiqibdi. Filled degani to'ldirdi. To'ldirdi. Yaxshi, with all the sauce he made. U tayyorlagan hamma sous bilan. Xo'sh. Keyin aytyapti, the equation mana bu explicit degree mana bu represents this situation deyapti. Mana shu holatda mana shunga nima ifodalaydi deyapti. Which is the best interpretation of degree in this context. Degree'ni best interpretation'ini toping. Nimani bildiradi deyapti. Birinchi o'rinda tenglamani tahlil qilamiz. 2x plus 7y teng 42. Bular nimalarni bildiradi? O'zi tenglamamiz nimani bildiradi? 42 ni bildik. 42 bu o'zimizni umumiy kaplar soni, ya'ni u 42 idish sous tayyorlagan. Umumiy deb yozib qo'yaman. Umumiy. Y emas, katta idishlar soni, katta idishlar soni. X emas, kichik idishlar soni deb aytgan masalada. Shunda bundan bilishimiz kerakki, 2x ga ko'paytirilgan turibdi, 7y ga ko'paytirilgan turibdimi? Demak, jami 42 chashkaga, ya'ni 42 idishga teng bo'lyaptimi? Har bitta katta idishga 7 chashkadan ichiga ketar ekan sous, kichik idishga 2 chashkadan ketar ekan sous. Shundan ko'paytirilgan turganda o'shani bizdan nazarda tutishimiz mumkin. Bizdan 7y haqida so'ralgan, katta idishlarga 7 tadan ketadigan javobni olamiz. Keyin aytyapti, xo'sh bu yerda aytyapti ajabda the number of large jars Sheffield yo'q, number bo'lmaydi. Chunki bu bankalar soni emas, bankaga ketadigan o'sha sous soni. Shuning uchun bu number jarga nisbatan ishlatilsa, ya'ni idishga nisbatan ishlatilsa xato bo'ladi. Javob B javobim xato. Kichik idishlar soni emas. Mana total number of cups deyapti. Umumiy chashkalar soni o'shalarga ketgan. Mana large jars. Ya'ni eng katta idishlarga ketgan umumiy chashkalar soni, souslarning umumiy chashkalari soni deyapti. C javob to'g'ri variant bo'ladi. Shuni qilib ajratuvni aniqlab olamiz. Keyingisi 11-savol. Matnli masala kelyapti. Xo'sh, matnli masalani tarjima qilishga urinib ko'rishimiz kerak. An exponential function f, bitta ko'rsatkichli funksiya f gives estimate amount of x-ray beams initial. Bitta exponential funksiya f, bitta ko'rsatkichli funksiya f estimate amount of x-ray beams initial intensity remaining after passing through v cm thick window made of beryllium. O'zaro matnni o'zini olar ekan, tushunib olishga harakat qilasizlar, birga bir tarjima qilib beraman. Xo'sh, bitta funksiya bor ekan, u shunday narsani qandaydir bir zichlikda hisoblar ekan. Xo'sh, u zichlik nima? Bu yerda X-ray beams degan, X-ray beam bu rentgen nurlari, rentgenni bilamiz hammada. Hamma bilsa kerak, meditsinada rentgen degan narsa bor. Rentgen deb yozib qo'yilgan. Rentgen nurlari qanchadir W santimetrli devorni yo oynani kesib o'tgandan so'ng uning ichida qoladigan, uning zichligini, oynada qoladigan zichligini haqida ma'lumot beryapti bu. Made of beryllium degan, berylliumdan tayyorlangan oynani kesib o'tgan. Shunchaki bu matnli ma'no. Biz masalani mazmunini tushunishimiz kerak. Qarorchi, oynaga nur yuborilyapti, rentgen nuri bilasizlar, kuchli nur o'sha joyda yaxshigina o'tib ichidagi narsani parchalab o'tmaydi, ichidagi narsani ko'ra oladigan darajada yorug' qilib o'tkazadi. O'sha joyda zichlik kamayadi. O'sha moddaning zichligi tarqoq bo'lib qoladi. Savolni o'qib ko'ramiz. Function estimates that after passing through 1.2 cm thick window, bitta 1.2 cm oynadan o'tgandan so'ng the amount of X-ray beams initial intensity remaining 0.75. Demak, o'sha W12 1.2 ga teng bo'lgan vaqtda 1.2 cm devorni oynani kesib o'tgandan so'ng rentgen nuri funksiya 0.75 chiqardi. Qolgan zichlikni. Keyin aytyapti, which equation could define f berilgan tengliklardan qaysi biri f dan ifodalay oladi deb savol beryapti. Yaxshi. Shunchaki shu funksiyani topishimiz kerak. Ya'ni 1.2 qo'yganda w ga funksiya 0.75 chiqaradi degan. A, B, C, D javoblardan foydalanib ko'rishimiz kerak. W ga 1.2 qo'yganda funksiya 0.75 chiqaradi degan.
Desmiz qo'yib ko'rar ekanmiz. Baribir. Javoblarni birma-bir yozib ko'raman. Birinchi javobdan boshlay. F V deymanda barobar 1,2 ko'paygan 0,75 ning darajasida W isi. Bizga hisoblab ber. F ga necha qo'yganda o'sha qiymatga erishdi? 1,2 qo'yganda qiymat. 1,2 qo'yganda qiymat 0,84 shunaqa oson chiqar ekan. Demak, D javobi emas bu. C javobni qo'yib ko'raman. 0,75 ko'paygan. Mana bu 0 qolib ketibdi-ku. 1,2. Baribir xato ekan. Xo'sh, C javob 0,75 ko'paygan 1,2 ning W darajasi. Yo'q, bu ham bo'lmas ekan. C javob ham bo'lmas ekan. Qiymat bermayapti. B javob tekshirib ko'ramiz. 0,75 ko'paygan 0,78 ning W taqsim 1,2-si. Bu 0,585 chiqarar ekan. Bu ham bo'lmayapti. Demak, o'zi bitta A javob qoldi. Oxirgisidan boshlagan tekshirishsa baribir o'sha javobga yetib kelar ekan. 1,2 daraja almashyapti. 1,2 V bo'lib. Hech javob to'g'ri kelmay qoldi-ku. Chiqmaydigan shekilli. Yozibdi. Demak, javoblardan hech qaysi to'g'ri kelmas ekan. Endi bittasi to'g'ri kelishi kerak edi. Bittasi to'g'ri keladigan to'g'ri javob yo'q deb yozib qo'yamiz. Tenglamani o'zini tuzish uchun bu yerda yetarlicha ma'lumotlar yo'q. Hech bo'lmaganda maksimum qiymati yo minimum qiymatini berganda biz tenglamani o'zimiz tuza olardik. Shunchaki bizga qiymatlarni berib qo'yibdi-da, ikkita qiymat berib qo'yibdi-da, ikkita emas, bitta qiymat berib qo'yibdi-da. Javob variantlaridan funksiyani aniqla deyapti-da. Bu narsa uchun yetmaydi. Bitta qiymat bilan funksiya tuzib bo'lmaydi. Shuning uchun to'g'ri javob yo'q ekan. Bo'ldi, shunchaki kechirish usulini bildik. To'g'ri javob bo'lishi kerak edi o'zi. Keyingisi 12-chi masala. For the function f bitta funksiya f uchun table shows for values of x. O'sha narsani aytyapti. Tabelda to'rttadan fx funksiyani qiymati bor, chunki tabelni bilamiz, biroq tabel juda ko'p ishlaganmiz. Which of the following could describe this function? Mana bu funksiyani topish kerak. Bu qanaqaligini. Describe degani ifodalaydi, tasvirlaydi degani funksiyani turini topishimiz kerak. Ya'ni qanaqa turdagi funksiya bu? Bu yerda kamayuvchi ko'rsatkichli, o'suvchi ko'rsatkichli, kamayuvchi chiziqli, o'suvchi chiziqli degan funksiya turlari bor. O'shalardan birini aniqlashimiz kerak, yaxshi. Birinchi o'rinda desmizga qo'yib funksiyani o'zi kamayuvchi yoki kamayuvchi emas, qanaqaligini aniqlasak bo'lgani. Bu funksiya o'zi kamayuvchi ekan, chunki 1 berganda 4000 chiqyapti, 2 berganda 2400 chiqyapti, 3 berganda 1440 chiqyapti. Ya'ni x qancha oshgani sari, bunday chizay. X qancha oshgani sari, y ya'ni funksiyaning qiymati kamayib boryapti. Funksiyaning qiymati tushib boryapti. Ya'ni 4 berganda 864 ga tushib qolgan. Demak, bundan bilish kerakki, bu kamayuvchi funksiya. Shuning uchun increasing, ya'ni o'suvchi degan javoblarda increasing o'suvchi deganda, o'suvchi. Decreasing kamayuvchi degani. Kamayuvchi. O'suvchi degan javoblarni chiqarib tashlaymiz. Endi funksiyani turini aniqlash uchun qiymatlarni berib ko'ramiz. Desmizga. Desmizda aniqlay olmaymiz kelgancha. Table berganimiz bilan tabledan keyin regression parametrida funksiya turini o'zimiz tanlashimiz kerak-ku. Yo'q, buni algebrik usulda yechar ekanmiz. Birinchi o'rinda kamayuvchiligini bildik. Hozir bizga kamayuvchi chiziqli funksiya yoki kamayuvchi ko'rsatkichli funksiya, o'shani aniqlashimiz kerak. Uning uchun nuqta bilan foydalansak bo'ladi. E'tibor bilan qarab turingizlar, o'sha uslubda o'rgataman qanaqa qilib aniqlanishini. Har qanday bir ikkita qiymatni olib, o'shalar o'rtasida farqni aniqlab qo'yamiz. Masalan, birinchi bilan ikkinchi qiymatni. F2 bilan F1 da ayiramiz. F2 da chiqqan qiymatni F1 da chiqargan qiymatdan ayiramiz. F2 minus F1
Xo'sh, 4000 dan ayiramiz 2400 ni. Bu bo'ladi -1600. Xo'sh, -1600 chiqdi. Endi 3 dagi F3 dan F2 ni ayiramiz. 3 chiqargan qiymatdan F2 ga chiqargan qiymatni ayiramiz. Ular o'rtasida farqni aniqlab olishimiz kerak-da. 1400 dan 2400 ayiramiz. -960 chiqdi. -960 chiqar ekan. Endi men ayta olaman aniq o'zimga ishonch bilan bu decreasing, ya'ni kamayuvchi exponential function, ya'ni ko'rsatkichli funksiya. Chunki ikkalasidagi farq ikki xil chiqyapti. Hozir sal tuzukroq qilib yozib qo'yaylikmi? Ikkalasidagi farq ikki xil chiqadi. Bittasi 1600 chiqadi, bittasi -960 chiqaryapti. Agar bir xil chiqarganda linear functionda nuqtalar orasidagi farq bir xil chiqaverishi kerak. Bunda har xil chiqadi. Shuning uchun bu decreasing linear, ya'ni kamayuvchi. Linear emas, exponential deganim. Uzra. Javob. Hos. Javob bo'ladi. Yaxshi. Buni bitta shuni to'g'rilab olaylik-da. Javob bo'ladi. Ya'ni kamayuvchi ko'rsatkichli funksiya bu. Kamayuvchi. Chiziqli bo'lish uchun ikkita nuqtani ayirib farq hisoblab ko'ring. Farq bir xil bo'lishi kerak. Kamayuvchida har xil bo'ladi. Yaxshi. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Ovoz va ekranda muammo yo'qmi? Bitta yozib olaylik. Farq ikki xil chiqsa eksponensial bo'ladimi? Doim shunday topsak bo'ladimi? Xuddi shunday. Farq ikki xil chiqsa u eksponensial ko'rsatkichli. Chiziqliligini toping desa bir xil chiqishiga e'tibor bilan qaraysiz. Yaxshi, ovoz ekranda muammo yo'q. Unda davom etamiz. Keyingisi 13-chi. Tenglama berilgan. The equation gives the speed degan tezlik degan. Tezlik haqida ma'lumot berilgan tenglama. S bilan berilgan in miles per hour, soatiga millarda of certain car, bitta mashinani 10 seconds after it began to accelerate. 10 sekund o'tgandan so'ng u accelerate degan tezlashtirish, u tezlanish olishni boshlagandan so'ng, demak bu juda kichik masofa bo'ladi. Tezlanish olishni boshlagandan so'ng erishadigan tezligini beradi, deyapti. Bilish shart emas, o'zi tezlanishdan keyin. What is the speed in miles per hour deyapti. That car 5 seconds after it began to accelerate. U 5 soniyadan so'ng o'sha tezlanish boshlaganida 5 soniyadan so'ng qanday tezlikka erishadi deyapti. Xo'sh, bu yerda t vaqtni beradi, o'sha s funksiyani o'zi qiymati anodi beradi. O'sha tezlikni beradi, erishayotgan tezligini. T o'rniga shunchaki 5 ni qo'yib hisoblab ko'ring deyapti. S barobar 30 plus 4 ko'paygan 5. Bu teng bo'ladi 50 ga. Javobda berilgan. Shunchaki oddiygina hisoblab qo'ysak bo'ldi edi. Tushunarli bo'lyaptimi ustozlar, o'quvchilar? Yaxshi. 14-masala, matnli masala kelyapti. A study established in a certain park, bitta parkda o'tkazilgan ilmiy o'rganishda there at least 141 squirrel adashmasam olmaxon degani. Bitta parkda eng kamida 141 ta squirrel, ya'ni 141 ta olmaxon borligi aniqlanadi. Eng kamida 141 ta, qolgan holatda undan ko'p.
Endi consisting of red squirrels and gray squirrels. Qizil olmaxonlar va kulrang olmaxonlarga bo'linar ekan ular. And the study also established that there are at least four times as many gray squirrels as red squirrels in this park. Aytyapti, mana bu o'sha parkda, xuddi o'sha parkda kulrang olmaxonlar soni eng kamida qizil olmaxonlarning 4 baravaridan ko'p deyapti. Eng kamida 4 baravariga teng. Eng kamida 4 baravariga teng deb bo'lsa ham bo'ladi shuni. Eng kamida 4 baravariga teng. As many 4 times degani 4 martasiga, 4 baravariga degani. As many as bu o'sha as many as fonini bilib bilsangiz kerak. Xo'p, keyin savolni o'qib ko'ramiz. Which of following system inequalities berilgan tengligi tengsizliklar sistemasi best represents this situation mana shu holatda yaxshi ko'rsatadi. Bu yerda G is the number of gray squirrels, J bu yerda o'sha kulrang olmaxonlar soni, R qizil olmaxonlar soni ekan. O'shani ko'rsatadigan tengsizlikni aniqlashimiz kerak. Yaxshi. Birinchi o'rinda yig'inini aniqlab olamiz. Bizda kulrang olmaxonlar va qizil olmaxonlar bor. Ular jami eng kamida 141 ta deb aytilgan. Eng kamida degani uchun buni katta deb olasiz va katta va tenglikni qo'yib 141 ta olamiz. Eng kamida degani at least. Xo'sh, aytayaptiki, kulrang olmaxonlar soni eng kamida qizil olmaxonlarning 4 baravariga teng. Ya'ni J 4 baravariga teng yoki katta bo'ladi. Teng yoki katta 4R bo'ladi. Mana shu tengsizlik mana shu holatda ifodalaydi. Bu javob C javobda berilgan. Shunday o'sha aniqlab qo'yishimiz kerak edi. 15-si. Xotinli masala kelyapti. An event planner degani bu o'sha organizer deyishadi-ku o'zbek tilida, bilmadim, shunday desa kerak. Tadbirlarni, eventlar tashkillashtiruvchi odam. Xo'sh, o'sha planningda reja qilayotgan ice skating event. Ice skating degan o'sha muzda chang'i uchish eventini. It costs u narxga shuncha bo'lar ekan. Event planner one time fee of $35 to rent a skating rink. Bir martalik one time fee degan bir martalik to'lov. Bir martalik $35 to'lov talab qilar ekan, anoda olish uchun fonli o'sha muzli maydonni olish uchun. Keyin $12.75 piratenda har bir qatnashchiga $12.75 to'lash kerak ekan. Yaxshi. Endi the event planner has a budget of $200. Event plannerda o'zi umumiy byudjeti deb yozib qo'yay. $200 ekan, umumiy puli $200 ekan. What's the greatest number of attendance possible without exceeding your budget? Aytayapti, greatest number degani eng katta raqam, ya'ni qatnashuvchilar sonining eng katta raqami necha bo'la olishi mumkin? Without exceeding budget degani byudjetdan oshib ketmaslik kerak, oshib ketmagan holda deyapti. Bu xuddi funksiyaga o'xshaydi, tenglasak bo'ldi. 35 plus $35 to'laydi. Keyin $12.75dan x ta odamga to'laydi. O'sha kichik yoki teng bo'lishi kerak $200 ga. Mana shunday tengsizlikni ichsak yetarli. X bu yerda o'sha qatnashuvchilar soni hisoblanadi. O'shani hisoblaymiz. Buni desmizga ichiramiz. Muhimi butun son ham chiqishi kerak. Chunki qatnashuvchilar odamlar-ku, odam yarimtalik bo'la olmaydi. Butun son chiqishi kerak. Shuning uchun mumkin bo'lgan eng katta son deb aytayapti. Mayli 200 ga o'ziga teng bo'lmasa, lekin 200 dan kichikroq eng katta son bo'lsa, o'shani o'zi ham yetadi. Hisoblab ko'ramiz. 35 plus 12.75 ko'paygan x teng kichik yoki teng $200. Xo'sh, qaraymiz. Butun sonlar ichida bu qolganlari manfiy ekan, musbatini olamiz. Bo'la olar ekan 12.9 bular ichida eng katta son ekan. Ya'ni o'sha eng katta son bu 12.9 da u 200 ga teng bo'ladi. Chunki chiziqda ustida turibdi. Bizga demak bitta butun son kerak, bu albatta 12 bo'ladi. X ni 12 deb olamiz, chunki bizda 12 ta odam maksimum holatda qatnasha oladi. 35 ta plus butun son olishimiz kerak edi-ku odamlar soniga 12. $179 bo'lar ekan. 13 ta odam qiladigan bo'lsa, byudjetdan oshib ketadi. Oshmasin-ku. Bir qo'shib olsa ham bo'lar ekan, 13 ta ham bo'lar ekan. Normal bo'lishi kerak.
0,75 bor-ku. Ha, o'shandan ham chiqadi. Shuning uchun x ga 13 ta olamiz. Chunki 13 ta qo'yadigan bo'lsak, bu maksimum holatda $191 bo'lar ekan, $9 qolib ketardi. Qolib ketsa qolib ketsin, lekin boshqa odam bunga joylashtirib bo'lmaydi. Odamlar sonini 13 ta deb olamiz. 15-misolda. Keyingisi 16-si. Xo'sh, grafik berilyapti. U balans, qanday balans dollarlarda balans haqida ma'lumot berilgan. Meni time years pastda yillar berilgan. The graph shows estimate balance of bank account. Bank account pul haqida ma'lumot berar ekan. Buni o'qib o'tirishimiz shart emas, chunki biz grafik shuni berdik. Nimadir haqida ma'lumot berar ekan. Xo'sh, according to the graph, savolda o'qib tahlillarimiz bo'lishini o'zi aytadi. Grafikga ko'ra, which has fallen close to the number, berilgandan qaysi bir eng yaqin raqam of a year it took for the estimate balance to increase from initial deposit to $125. Ha, initial deposit degani o'sha boshlang'ich qiymat 0 bo'lib turibdi bu yerda. 0 dan 0 emas, bu yerda 100 ekan. Grafik bo'yicha qaraymiz. Nuqta bo'yicha qarab olibman. Grafikda 100 dan boshlangan ekan. O'shandan $125 ga o'sib borishiga qancha ituk deyapti. Yil ketadi deyapti. Xo'sh, $125 ga qachon erishgan? Bunda olib kelamiz $125 da. Mana shu xo'sh, $125 ga mana shu nuqtada erishgan. Demak, bunga yillar soniga qaraydigan bo'lsak 8 yil. 8 ga to'g'ri kelar ekan. 8 yilda yashar ekan. Bu javobga to'g'ri keladi. Shunchaki grafik tahlil qildik, savol tahlil qildik, yechib qo'ydik. Bo'ldi. Yaxshi, unda keyingisi. Monitoring savol. Line T bitta T chiziq in the x-y plane grafikda deyapti. Has a slope of 1/8. Line T chiziqning slope 1/8 ga teng ekan. Slope nimaligini bilamiz, a? Funksiyalarda x oltidagi slope deyiladi. 1/8 T. And through the point and it passes through deyapti. Nuqtadan o'tgan 40-9 nuqtadan o'tadi. Which equation defines line T? Line T ni topishimiz kerak. Birinchi o'rinda slope 1/8 bo'lgan funksiyalarni aniqlab olaylik javoblar ichidan. Xo'sh, B javobda slope 1/8, chunki 1/8 da x ga ko'paytirib x/8 deb yozib qo'yish mumkin. Bu yerda shunday deb yozilgan. C javobda ham, D javobda 40x bo'lyapti, bunda -14 bo'lyapti. Shuning uchun A bilan D o'zi shundan ham chiqib ketadi. Endi tekshirib ko'ramiz, 40-9 nuqta bunday yotishini. 40 berganda -9 chiqarar ekan. Buni desmosdan foydalanib tekshirib ko'rsak bo'ladi. Funksiyani yozamiz. Faqat fx qilib yozaman. Bizga to'g'ridan to'g'ri qiymat hisoblasin bu. x/8 -14. F o'rniga necha beraman? Qiymat 40. 40 bo'ladigan bo'lsa -9 chiqar ekan. Demak, B javob to'g'ri variant ekan. -9 40 berganda -9 chiqardi. Shu nuqtadan o'tadi degan. Shunaqa qilib aniqlab qo'ydik. Tushunarlimi? Yaxshi, unda keyingisi. The function if g is defined by bitta funksiya g mana funksiya bilan foydalanar ekan. Gx barobar 4x plus 28 bilan foydalanar ekan. Xo'sh, bu yerda where g teng 28 ga g ni o'rniga qandaydir bitta a sonini qo'yyapti. 28 chiqaryapti. G ni o'rniga 4 qo'yganda bitta b sonini chiqaryapti. Xo'sh, yaxshi, noma'lumlar bor. What is the value of a plus b ni qiymatini topish kerak. Shunchaki o'rniga qo'yib topib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xo'sh, funksiyaga necha qo'yganda 28 chiqaradi? 28 barobar 4x plus 28 funksiyani tenglayman. 28 bilan 28 chiqarib ketsa, x teng 0 qolar ekan. 4x teng 0 bilan 0. X ga 0 qo'yganda chiqar ekan. Demak, a imiz qiymati 0 ga teng. Keyingi 4 qo'yganda b chiqaryapti. 4 qo'yganda b ni aniqlash uchun 4 qo'yib ko'ramiz. G ni o'rniga 4 qo'yadigan bo'lsak, 4 kare 4 16 plus 28. 16 ga 28 ni qo'shsak, 4 44 chiqar ekan. 44 emas. To'g'ri, 44. 4 ko'paygan 4 plus 28.
Voy, mana bu 28 emas, anavi-ku 8 da o'zi-ku funksiyani xato ko'chirish bo'libdi. 8 da o'zi-ku qiymat 28. Endi mana bu A0 chiqmaydi. Boshqa son chiqadi. Mana shunday holatga uchramaslik uchun ko'proq desmal ishlatish kerak deyman shuni. 28 teng 4x plus 8 bo'ladi. 4x barobar 20 bo'ladi, x barobar 5 bo'ladi. Demak, ayimiz 5 ga teng ekan. 5 qo'yganda o'sha son chiqyapti. Ikkinchisida 4 ko'paygan 4 plus 8 bo'ladi. 12 ga 8 qo'shsak 20 chiqadi. Endi a plus b ning qiymatini toping deyapti. 5 ga 20 ni qo'shamiz. 25 chiqadi. Mana bu 24. 29 chiqadi yani. To'qqiz chiqadi. Shunaqa qilib aniqlab qo'ydik. 19 unda. Right square prism o'sha to'g'ri to'rtburchakli prizma, to'g'ri to'rtburchakli parallelipiped deb has a height of 25 units. 25 unit balandligi bor ekan parallelipipedning. Parallelipiped bilamiz. Fazoviy shakl nanometrda o'rganiladi. Xo'sh, height of the volume of the prism, volume degan hajm degani 2025 kubik cent units ekan. Volume 2025 ga teng. Right square degan aytgancha, right square kvadrat asosli prizma deyapti. Ya'ni buni tagi asosi kvadratdan iborat. Asos tomonlari teng. Bitta anavi balandlik farq qiladi. Ya'ni so'rayapti what's the units of edge of the base? Edge of the base. Asosining bir tomonining bir burchagining uzunligini so'rayapti. Ya'ni a ning qiymatini toping deyapti. Hozir bu to'g'ri burchak uchun hajm topish formulasi a ko'paygan h bo'lib turibdi. O'sha qiymat berilgan 2025 teng a ko'paygan h ham qiymat berilgan 25 ga. A ning kvadrati teng 2025 ni 25 ga bo'ladigan bo'lsak 2025 bo'lingan 25 81 chiqar ekan. A ning qiymati bu yerda o'zi izdan chiqarsak plus minus 9 chiqadi, bu yerda 9 chiqadi. Chunki tomon uchun manfiy sonni ola olmaymiz. A javob. Keyingisi oxirgi 20-misolimiz. Nima ekan bu? Matnli masala kelgan. A community organization, bitta community organizatsiya survey the random sample of residents of the community to estimate survey degani so'rovnoma olindi, so'rovnoma qilindi degani. Sample of residents o'sha bitta hududda yashovchi odamlardan so'rovnoma o'tkazibdi. Xo'sh, nima uchun? To estimate percentage of residents who visit their local library, o'zlarining mahalliy kutubxonasiga tashrif buyurishlari at least once per month. Eng kamida bir oyda bir marta tashrif buyurishlari haqida so'rovnoma qilindi. Xo'sh, from the survey o'shanga nimadan ko'ra so'rovnomaga ko'ra the organization estimates that 12% of the residents, ular 12% o'sha yerda yashovchi odamlarning 12% community visits their local library at least once per month. Ya'ni eng kamida bir marta borib kelayotgan o'zining mahalliy kutubxonasiga bir oyda 12%. With an associate margin of error 3.9%. Bu yerda o'zi 12% topilibdi, 3.9% margin of error degan narsa bor. Ya'ni xatolik marjasi. Margin of error o'tildimi sizlarga? Margin of error degan narsa haqida o'rgatildimi biron-nima SAT mazalaringizda? Yo'q. Biz tarjima qila olmaymiz, esga ham qolmaydi. Fishka so'zlarni ko'rsating. Plus minusmi? Xo'p, o'sha narsa. Margin of error degani qani bu yerda margin of error degani bu xatolik marjasi degani. Masalan, hozir bu yerda 12% nima edi? Hisobotda 12% olingan-ku so'rovnomadan so'ng. Margin of error 3.9% bo'lgan bo'lsa, plus minus 3.9% degani. Yo 3.9% ga ko'p, yo 3.9% dan kam. Margin of error haqida gap ketdimi? O'sha margin of errorni bir marta qo'shasiz, 3.9 ni qo'shasiz, 15.9 bo'ladi, 15.9% bir marta ayirasiz. 12 dan 3.9 ayirasiz. Bu bo'ladi 8.1.
foiz. Demak, mana 8,1% kamida 8,1, ko'pida 15,9% oralig'ida joylashgan son ekan. O'sha haqida gap ketadi. Margin of error degan narsa shu. Keyin the organization repeated the survey. Repeat degan takrorladi degani. Takrorladi o'sha so'rovnomani, survey so'rovnoma deb yozib qo'ying. So'rovnoma olib chiqdi deyapti, survey qilib. With a random sample of residents, o'sha yana rezidentlardan was a double the original sample size. Men bu birinchi olingandagidan faqat rezidentlar soni double deyapti. Double degani 2 martaga katta. 2 marta degani 2 martaga katta deyapti. 2 martasiga teng. Demak, men 12% hisobot berilganda, u birinchi marta o'rganilgan study, ya'ni birinchi marta o'rganilgan tadqiqot. Ikkinchisida o'rganishda odamlar soni ancha ko'p edi. Bir shu narsani bilib qo'yinglar, shu yerda qonun qilib aytib ketishim kerak. Qancha sizlarni sinab ko'rishlaringiz uchun elementlar soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, margin of error, ya'ni o'sha xatolik marjasi ancha kam bo'ladi. Kam bo'lsa, ya'ni o'rganishingiz kerak bo'lgan odamlar soni, xatolik marjasi ko'p bo'lib ketaveradi. Hozir bunda margin of error kam chiqishi kerak. Chunki bunda aholi soni 2 marta ko'p. 2 marta ko'p. O'sha aytib, savolda yo'q qilamiz. Assuming the margin of error, o'sha margin of error hisoblab ko'rilibdi. In the same way for both studies, ikkala study uchun ham bir xil uslubda, which of following is true about margin of error associated to margin of error from the larger sample. Men bunga ko'ra ikkinchi o'rganilgan tadqiqot uchun margin of error haqida javob variantlarida mulohazalar berilgan, o'shalardan qaysi biri to'g'ri deyapti. O'sha javob deb ko'ramiz. Margin of error less than 3,9%. Margin of error ikkinchi tadqiqotning margin of error less than degani kam. 3,9% dan kam deyapti. Bu javob to'g'ri javob. Chunki birinchisida 3,9% chiqqan edi. Ikkinchisida undan 2 marta ko'p odamlar bilan o'rganildi. 2 marta ko'p bo'lgandan keyin margin of error MG deb yozaman, tushish kerak. 3,9% dan aniq kam bo'ladi. Shuning uchun javob to'g'ri bo'ladi. 3,9% dan aniq kam bo'ladi. Endi hozir aniq ma'lumot bo'lmaydi, chunki nechtalik berilmagan. O'sha qonun, ya'ni elementlar soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, margin of error, ya'ni xatolik hisoboti kam bo'lib ketaveradi. Xo'sh, bu qolgan javoblarni tekshirib ko'ramiz. Margin of error 7,8%. 7,8% ga teng deyapti ikkinchi anov uchun. Yo'q, ko'payib ketmaydi. 2 martasi teng emas. Bu javob xato. Greater than 12%. 12% dan katta deyapti. Bu umuman xato. 12% haqida ma'lumot ham bo'lgan yo'q bu yerda. 24% deyapti, bu ham xato bo'ladi. Bitta javob to'g'ri ekan. Buni hali eslatimizda o'zini ma'lusi bor, o'shani o'tsangiz o'rganib olasiz. Shunaqa. Bugun ko'rayotgan misollarimiz oxiri shu edi. Savollar bormi? Olganda dars o'tirish haqida yo boshqacha joylashuv haqida. 12da farqini tushunmadilar. Echo bilan linerda. 12 misolda liner degan chiziqli eksponensial ko'rsatkichli. Chiziqli funksiyani ko'rsatkichlidan farqi ular unga berilgan qiymatlar o'rtasidagi farqlarni ayirib ko'rsangiz, unga berilgan nuqtalar o'rtasidagi nuqtalardan chiqargan qiymatlar o'rtasidagi farqlarni ayirib ko'rsangiz, agar bir xil chiqsa u chiziqli funksiya bo'ladi, har xil chiqsa ko'rsatkichli bo'ladi, eksponensial bo'ladi. Hozir bu misolimizda har xil chiqqani, birida 1-1,600, bittasida -960 chiqdi. Bir xil chiqsa liner bo'lardi, hozir bir xil chiqmagani uchun ana bo'ladi. 18da video darsdan video rekordingga borib qo'yaman, o'shandan ko'rib olasizlar. Vaqtimiz cheklangancha cho'zilib ham ketib qoldi. Javoblar ham bor ekan o'zi. Tekshirib olish uchun. Yaxshi. Boshqa savollar yo'qmi? Morganda dars ana vaqti haqida va boshqa narsa bo'yicha? Test oxiri shu.